Assalomu alaykum muhtaram qarindoshlar. Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'ryapsizlar. Mazkur sayfimizda bu bir hafta jarayonida radiomizda berilgan muhim xabarlarimizni bir qitim takrorlab o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Dünya Uyghur Qurultayı vakili Kati Polis xonim o'tgan hafta BDT kishilik huquq kengashining 15-chi navbatdagi yig'inida ommaviy tashkilotlarga vakolatan so'z qilib, Xitoy hukumatining Qashqar qadimiy shahrini chiqishi Uyg'ur milliy kimligi va madaniyatiga qilingan oshkora hujumdir deb ko'rsatdi. Bu so'zlardan bearam bo'lgan yig'indagi Xitoy vakillari umiki darhol norozilik bildirib, Kati xonimning so'zlarini yig'inning asli muzokara temasi bilan munosabatsiz ekanligini bildirib, orqa-orqadan 3 qitim uning so'zini to'xtatishga uringan bo'lsa-mu, lekin muvaffaqiyatli bo'lolmagan. Amerika va Angliya vakillari Xitoy vakillari umigining yo'lsizligiga orqa-orqadan norozilik bildirgan va Kati xonimning so'zini davomlashtirishga chaqirgan. Kati xonim ziyoratimizni qabul qilib, Xitoy tarafining yo'lsizlik qilganligini bildirdi. Lekin ular Uyg'ur masalasining Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga ilib kirilishini xohlamaydi. Shuning uchun ular mening so'zlarimni anglashga taqat qila olmadi deb ko'rsatdi. Kati xonim yana nutqining Xitoy tarafdan 3 qitim kesib o'tilganligi uchun aksincha Uyg'ur masalasi ko'pchilikning diqqatini texmi jalb qilishga foydali bo'lganligini ilgari surdi. 19-sentabrdan 21-sentabrgacha Urumchida ochilgan Xitoy sud mahkamasi sistemasining 2-chi qitimliq Xinjiangga yordam berish xizmat yig'inida Xitoy Oliy xalq sud mahkamasining bosh sudiyasi Wang Xingjunning butun mamlakatlik har darajalik sud mahkamalarini Uyg'ur avtonom rayonidagi sudlarning delo bir taraf qilishiga yordam berishga buyruq tushirganligi bildirildi. Xinjiangning milliy bo'lgunchilarga diniy radikal va terroristlarga qarta zarba berishiga hamda muqimlikni ishga oshirishga yordamda bo'lishni talab qilgan Wang Xingjun, shuningdek, xalqni beyitib chegirni qo'g'dashga adliya jihatdan kapolatlik qilish kerak deb ta'kidlagan. Yaqinda Uyg'ur avtonom rayonining adliya sepida xizmat qilayotgan ismini oshkorlashni xohlamagan bir advokati radiomizga uchur yetkazib, Xitoy doiralarining barliq sud sistemasidagi sodiyalarni harakatga keltirib, Uyg'ur elida siyosiy jinoyatga chetishlik delolarni bo'libmi 5-iyulda qo'lga ilingan Uyg'urlarning delolarini jiddiy bir taraf qilishga qatnashayotganligini dalilladi. Dünya Uyghur Qurultayı baş katibi Dolqun Aysa Efendi Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi bo'lgunchilikka doir delolarni bir taraf qilishga, Uyg'ur eli ichidagi sud mahkamalari va ijrochilardan boshqa butun Xitoydagi sud mahkamalarini harakatga keltirganligining o'zila Xitoyning 5-iyul vaqasi jarayonida tutqun qilgan Uyg'urlarning o'zining aytganlari shundaqla Uyg'urlarning farzidinmi ko'pligini isbotlaydi dedi. Dünya Uyghur Qurultayı raisi Rabia Qadir xonim 20-sentabrdan 23-sentabrgacha Amerikaning Utah shtatida bir qator faoliyatlarda bo'ldi. Rabia Qadir xonim Utah universitetini o'z ichiga olgan bir qancha mashhur universitetlarda Uyg'urlarning tarixi va hozirgi siyosiy vaziyati to'g'risida nutq so'zlab, o'qituvchi va o'quvchilarning yuqori bahosiga erishgan. 22-sentabr kuni Rabia Qadir xonim yana Utahning markazi Salt Lake shahriga berib, Utah universiteti O'rta Sharq va Sharq Osiyo institutining taklifiga binoan Uyg'urlarning vaziyati haqida doklad bergan. Uyg'urlarning ahvolini Amerika ziyolilariga tunishtiradigan bir qitimliq cho'ng fursat deb bilgan Rabia Qadir xonim Çarşamba günü Utah'daki en çok üniversitesi hesaplangan Utah Üniversitesi'nin o'qituvchi va o'quvchilariga Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan adolatsiz siyosati natijasida Uyg'urlarning hozirgi vaziyatining intayin nachar ekanligi haqida nutq so'zlagan. Utah Üniversitesida yana Rabia Qadir xonim haqida ishlangan Muhabbatning 10 sharti nomli hujjatli film qo'yilgan. Rabia Qadir xonimning Utah shtatidagi faoliyatlari Utah'dagi nopozliq gezi jurnal va radio televizorlarda berilgan. Rabia Qadir xonim 23-sentabr kuni Amerika Utah shtatidagi 3 kunlik ziyorat faoliyatini natijali oxirlashtirib, Washingtonga qaytib keldi. Xitoy Tangirtaq to'rining 20-sentabrdagi xabarda ko'rsatilishicha, Uyg'ur avtonom rayonlik partikomining tashkilot bo'lim boshlig'i Han Yung kadrlarni to'tni aniqlashni yanada kuchaytirib, rayonning uzun muddatlik aminligiga kapolatlik qilishni talab qilgan. Stansimiz egallagan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur avtonom rayonlik partikomining o'rinlashtirishi bilan 2010-yil 6-oyning oxiridan boshlab Uyg'ur rayonidagi kadrlardan sayyora tekshirish tashkillanib,
Бүткүл Уйғур Автоном районы даирəsində төтні біліш, төтні eniqlash, төтні egallash xizmeti elib bormoqda ekan. Uyg'ur Avtonom rayonida davomlashayotgan төтні eniqlash, төтні egallash xizmeti Uyg'urlarga qaratilgan. İnkaslardan bu qedimki tekshirishda ilgari siyosiy xatoliklar bilan jazolanganlar, turmada yetib chiqqanlar, o'ltirqi 5 iyul Urumchi vaqasiga o'xshash vaqalarga qatnashganlar ham yaqin yurtlarda urug' tuqqan bolalar balaning nuqtaliq tekshirish obyekti qilinib, tekshirish jarayonida har bir oilaning ahvolidan yozma xotira qoldirayotganligi ma'lum. Xitoy bilan Yaponiya o'rtasidagi Senkaku orollariga bo'lgan egidorchilik huquq masalasidan paydo bo'lgan jiddiychilikning darajasi bu hafta yanada yuqori ko'tarildi. Xitoy Yaponiya o'rtasidagi jiddiychilikning Sharqi dengizida emas, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti cho'ng yig'inida ifodasini topgan. Xitoy bosh ministri Win Jiabao seshanba kuni Nyu-Yorkka yetib beribla, agar Tokio Xitoyning kema boshlig'ini darhol qo'yib bermasa, talash tortishdagi orollar ustida davomlashayotgan elishishning darajasi o'rlaydi deb Yaponiyaga tahdid soldi. Yaponiya taraf juma kuni Xitoyning baliqchilar kemasi kapitanini qo'yib beradiganligini e'lon qildi. Lekin Xitoy Shinyangda 4 nafar yaponiyalik sayohatchini cheklangan harbiy rayonni suratga olish bilan ayblab tutqun qilgan. Amerika prezidenti Barack Obama payshanba kuni Yaponiya bosh ministri bilan uchrashib, birlikda muxbirlarga suhbat e'lon qilib, Amerika Yaponiya ittifoqdoshligi dunyo tinchligi va bexatarligining o'ltishi deb bayonot berdi. Bu axborotlarda Xitoyga berilgan jiddiy signal deb muloyiza qilinmoqda. Amerika prezidenti Obama juma kuni Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari bilan yig'in o'tkazadi va birlashma bayonot e'lon qilmoqchi. 9 ayının 17 gündən 26 günügacha o'tkaziladigan 7 navbatlik xalqarалық Anatoliya Madaniyat və Sənət festivalida Uyg'urlarning boy san'atini tanishtirishga fursat yaratib berilgan. Bu festivalga Turkiyadan 23 jamiyat va Vahba, O'rta Osiyo Turkiy Cumhuriyatlari, shundaqla boshqa Turkiy millatlaridan vakillar qatnashtirilgan. Alayda taklif bilan İstanbul'dan kelgan Uyg'ur naqsh usul o'miga o'yin qo'yib bo'lgandan keyin Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyati Anqara sho'basining boshlig'i Xayrullo Afandigul apandi sahnada so'z qilib, Uyg'urlarning boy madaniyat san'atini tanishtirishga sahna ajratib berganligiga rahmat bildirgan. O'rta Osiyo Turkiy Cumhuriyatlari, har qaysi turkiy millatlar va Turkiyadan kelgan mehmonlar qo'llarida ko'k bayroq bilan Turkiyaning oy yulduzliq qizil bayrog'ini lapildatgan holda Uyg'ur naqsh usullarini ko'rgan. Muhtaram qarindoshlar, yuqorida bu bir hafta jarayonida yuz bergan voqealardan xabardor bo'ldinglar. Kelar qitim ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xush vaqt bo'linglar. Xayr xo'sh.